Qadimgi turkiylar bir paytlar bo'ridan kelib chiqqaniga ishonganini bilarmidingiz? Ular tungi jinlardan qo'rqqan, bir ko'zli gigantlar bilan jang qilgan va osmon uzra uchuvchi afsonaviy qushlar haqida rivoyatlar qoldirgan. Bu biz va sizning ajdodlarimiz avloddan avlodga qoldirgan afsonalar ming yillar davomida yashab kelmoqda. Bugun siz turkiy mifologiyadagi eng sirli 5 mavjudot va maxluqot bilan tanishasiz. Bu aldani obuna bo'ling va qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Bozkurt muqaddas bo'ri. Bozkurt taxminan milodiy 6 hamda 8 asrlarda Kokturk xoqonligi davrida mashhur bo'lgan. Asosan Oltoy tog'lari va Markaziy Osiyo hududlarida shakllangan. Bozkurt oddiy bo'ri emas, turkiy xalqlarda u yo'l ko'rsatuvchi, himoyachi, muqaddas ajdod sifatida qaralgan. Afsonalarga ko'ra, jang paytida turklar qamalda qolganda aynan Bozkurt ularga yo'l ko'rsatgan. Asena, bo'ri ona. Asena Kokturk xoqonligining kelib chiqish afsonasi 6-asr Xitoy manbalarida ham yozib qoldirilgan. Buyuk urushdan keyin faqat bitta yarador bola tirik qoladi. Uni bir urg'ochi bo'ri topib oladi va boqadi. Keyinchalik shu bo'ridan turkiy urug'lar paydo bo'ladi. Yo'qolgan tarixiy ahamiyati shundaki, Asena afsonaviy turkiy xalqlarning biz bo'ridan kelganmiz degan tushunchasining markazida turadi. Uchinchi maxluqotimiz Tepegöz, bir ko'zli maxluq. Tepegöz Dede To'rg'ut kitobi epizodida uchraydi. Taxminan 9-11 asrlardagi O'g'iz rivoyatlariga ko'ra yozib qoldirilgan Tepegöz peshonasida bitta ko'zi bor gigant maxluqot. U odamlarni yeb qo'yadigan vahshiy maxluq sifatida tasvirlanadi. Uni hech qanday qilich kesolmagan, faqat qahramon Basat uning yagona ko'ziga zarba berib yenga olgan. Bu maxluqotimiz qadimiy Yunon manbalaridagi siklopning egizagi. 4-mavjudot va maxluqotimiz Alvasti, tunda keluvchi jin. Alvasti kelib chiqishi juda qadimiy Turkiy va Sibir mifologiyasining aralashmasi. Ba'zi manbalarda ildizi hatto qadimgi Mesopotamiya davrigacha boradi. Biroz g'arbga yursak, yana Yunon mifologiyasi bilan to'qnash kelamiz. Alvasti odatda ayol qiyofasidagi yovuz ruh, ko'pincha tug'ruqdan keyingi ayollarga, yolg'iz sayohatchilarga, uxlayotgan odamlarga hujum qiladi. Qiziqarli tomoni, Alvasti bosti degan tushuncha ayrim hududlarda hozir ham ishlatilmoqda. 5-maxluqotimiz Semur, afsonaviy ulkan qush. Semur turk, fors va Markaziy Osiyo mifologiyalarida uchraydi. Asosan Markaziy Osiyo va Eron madaniyati ta'sirida shakllangan. Bu maxluqotning Yunon mifologiyasida Feniks deb ataluvchi hasani bor. Turkiy mifologiya shunchaki ertak emas, bu qadimgi turklar dunyoni qanday tasavvur qilganining aksidir. Bo'ri ularga yo'l ko'rsatgan, gigantlar esa qo'rquv ramzi bo'lgan va tun qorong'usida Alvasti hanuz yashaydi deganlar hamon bor.